Assalomu alaykum aziz obunachi. Demak, bugun haval mashinamizga 01 Gentraga bugun press bilan taqib edik. Chiroyli qilib farkoplari bilan. Xo'p, birinchi Moskvadan kelgan. Ha, Ustasi ham Moskvadan kelgan. ustasi ham Moskvadan kelgan. Bilaylar mana Qarshi, Moshin bozorida o'rnagan. Hamma joy zo'r, Ha, sifatli. tanlab oldingizmi aka? Yo'q, ha, 5 ta bor ekan, 5 tadan o'sha bugun o'ziga 5 ta ketib qoldi. Bilaylar yana zapas bor. Rahmat aka. Xo'p, bu aravamiz 230 ga 130 asinkovkali zang ko'tarmayotgan variantda, demak, polni shivler bo'lgan, old torqishlari, old orqalari demak, moskvich risollarni davobga qilingan risollardan qo'yilgan, prujina, amortizator, hamma narsa bor. Kabel spisa, ostlari turba. Parkovkasi mana, mochni. Parkovkasini Hop, ko'rsating. Inomarkadagi ham mana farkovka qo'yib berganmiz. Zavodskiy chista o'zimiz qilib berganmiz mana. Bularni yechib olib qo'yamiz. Ha, yechib olib qo'ysa bo'ladi, demak, oldi, orqa shariklarni yechib olib qo'ysa bo'ladi. Zamoklar qilib berilgan. Kontrga ham tuklari ham ulab berilyapti elektrikimiz tomonidan. Ikkinchi aravamiz, demak, akalarimiz olishdi. Aka, qanday arava? Arava gap yo'q, ko'jon rahmat. Zo'rmi? Yashang ko'jon. Tanlab oldik, yaxshi emas joyda. Yaxshi aka. Bu aravamiz demak 230 ga 130, yoni qalinlik, baklashga toshish uchun oldi. Demak, taglari 1.600, yonlari 1.300. Demak, bunga ham juguli farkoplar mana chiroyli qilib bag'vat holatda o'rnatib berdik. Demak, ikki qator shivili yurilgan. Tag qismlari ham mana orqadan planka tashlab tortib kelingan, to'klari qilindi mana. Oldi, demak, zamoklari qo'yib berildi. Polni shiviller, buni ramalari ham, ostlari turba, balon holatlari ideal. Hop, uchinchi prinsipimiz, demak, akamiz oldilar. Aka, qanday ekan prinsipimiz? Arava yaxshi, materiallar zo'r. Ha, Ko'ngildagidek, YouTube'da ko'rib keluvdik, yaxshi. tanlab oldingiz. Tanlab ol. Viber ko'p ekanmi aka? Viber ko'p, rahmat. Viber ko'p. Xo'p. Bu prinsipimiz, demak, 2 ga 130 asinkovkali variantda, taglari lis, yo'llar asinkovka, polni shiviller mana, old torqichlari mana, hamma shiviller, bu oldlari ham shiviller. Demak, ostki qismlari turba, narxi hamyonbop, o'ta arzon, lubbo joyda arzon narxlari. Bugunda nasibida 4-prinsipimiz, bu prinsipimizning egasi hali yo'lda kelyapti. Bu prinsipimiz, demak, Jizzax shahriga sotilish kutilyapti. Bu prinsipni zakaz qilganlar aka. Demak, bu ham old torqishlar shiviller, ramalari shiviller. Demak, tintli variantda reshetkalar bir qator ko'p qo'yilgan. Ko'rishingiz mumkin. Nasib bo'lsa, buni ham taqqan holatimizda ko'rsatib beramiz chiroyli qilib. Kimga mana shunday ajoyib prinsiplar kerak bo'lsa, demak, sifatli, hamyonbop prinsiplar kerak bo'lsa, 88lik 044 71 71. Narxi sifatiga mos. Sifati udar akalar. Sifati juda zo'r. Sifatiga garantiyasi bor. Sifati juda zo'r. Sababi, demak, mana svarkalari. Ko'chada oddiy tanlab olishdi. Ko'chada turgan, zakaz bo'lmagan, mana ko'chada turgan. Demak, mana svarkalari o'ta go'zal holatda mana. O'ta go'zal. Mana ichlari, imobillar mana qo'lni kirgizib ko'rsangiz bo'ladi. Yonlari qaytgan mana shivillerlari. Ko'rib turibsiz. Ko'chada oddiy taxlab qo'yilgan prinsipimiz bu. Zakaz emas bu. Svarkasi o'ta zo'r, hamma narsasiga javob. Stupitsasi, risori, osi 1,5 tonnagacha demak yuk ko'taraveradi. Garmashga tushirasizmi, bosh qilasizmi, qizig'i yo'q. Diska sindirmaydi, eng muhimi. Miltiqda o'qiday turibdi. Razvallar. Razval olingan, balansировка qilingan balonlar. To'g'ri chang qum bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin sifatida. Mana bu ham ko'chadan tanlab olishgan. Demak, buni ham ko'rasizlar mana. Mana svarkasi. Mana tagigacha svarka bo'lgan. Tag qismigacha svarka bo'lgan. Ko'rib turibsizlar. Mana uni elektrigini qilib turib, mana bunisiga o'tdi уже. Elektrigimiz ham chaqqon. Svarkalari moshni mana.
Svarkadan quyilishiga qarayapsizlar. Kantachka apparatda umuman shlak-pilak yo'q mana. Bu yoqlarga taglariga qo'llar siqib ko'rsangiz ham bilinadi. Risorda mana. Risor, pachka risor. Terilmagan bu risorda, pachka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qarshi avtopritsip YouTube kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Zakaz bo'yicha, narx bo'yicha, sifat bo'yicha qanday savol bo'lsa 88 044 71 71 telefon raqamlariga aloqaga chiqib, demak, любой savollarni 24/7 so'raverasizlar. Yarim kecha soat 2 ga telefon qilsangiz ham qizig'i yo'q. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar. Ajoyib prinsiplar faqat bizda.